Atirgullar. Gullar ichida qirolicha, ammo nafaqat bog'da. Atirgullar shuningdek parfyumeriya olamida ham liderlik o'rniga ega. Assalomu alaykum. Ismim Durdona Omanova, Siberian Wellness kompaniyasining eksperti va tadbirkori. Atirgul guli haqida hamma narsani bilaman desangiz adashasiz. Bugun men sizga uning kutilmagan va noyob qirralarini ochib beraman. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingizning ideal atirgulingizni tanlashni o'rganasiz. Siberian Wellness kompaniyasi parfyumeriya yo'nalishida aynan atirgullardan iborat to'plamni yaratdi. Ideal atirgulingizni tanlashingiz uchun har biriga alohida to'xtalib o'taman. Eng birinchisi sizni o'ziga rom etadigan parfyum. Qizil atirgul va noyob ud daraxtining raqsiga tayyormisiz? Bu shunchaki parfyum emas. Bu sizning ehtiroslaringiz va sirlaringizning ramzi bo'lib qoladi. Bu ifor aynan siz uchun agar siz ehtirosli va ta'sirchan bo'lsangiz, tungi va romantik kechalarni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizga yuqori ishonch bilan qarashni istasangiz. Oramizda noziktab xonimlar bormi? Oq atirgul va muskos. Bu ifor bilan siz o'z nozikligingizni bemalol ifoda eta olasiz. Bu shunchaki parfyum emas. Bu ham ayollik, ham romantikaning uyg'unlashgani. Ushbu parfyum Rose Edition kolleksiyasidagi eng nozik, eng mayin parfyum hisoblanadi. Ushbu parfyum sizdan beg'ubor atirgulning iforini taratadi. Nozik va shaffof iforlarni qadrlaysizmi? Yengillik hissini beradigan parfyum qidiryapsizmi? Romantik tabiatga egamisiz yoki to'ylar uchun parfyum qidiryapsizmi? Unda bu ifor aynan siz uchun. Endi eng original qizlarga yuzlanamiz. Neon atirgul va davani. Eng original fantaziya kompozitsiyasi. Bu shunchaki parfyum emas. Bu sizning cheksiz fantaziyangiz va yagona inson ekaningiz ramzidir. Agar siz original parfyumeriyani sevsangiz, o'z uslubingiz va individuallikka ega bo'lsangiz, biror bir ijodiy kasb egasi yoki zamonaviy tadbirkor bo'lsangiz, ushbu parfyum siz uchun ayni muddao. Orzular olamiga sayohat qilishni istaysizmi? Pushti atirgul va dengiz tuzi parfyumi. Atirgulning nozik barglari dengiz shamoli bilan raqsga tushib, atrofni yangi xushbo'ylik bilan to'ldiradi. Bu parfyumda atirgul va dengiz tuzi uyg'unlashgani sababli ushbu ifor ham nozik, ham jozibali bo'la oladi. Bu ifor sizga har kuni sodiq hamrohingiz bo'lishi mumkin. Chunki bu parfyum har kunga mos keladi va uni egningizga ilganingizda hayotga ishtiyoq va tashabbus uyg'otadi. Rose Edition kolleksiyasining eng quvnoq ifori. Albatta hayotimizda muvaffaqiyat sari olg'a qadam bosamiz. Orange atirguli va vanil parfyumi yordamida. Bu iforning yuragida apelsin rangli atirgul o'z buyukligini ifoda etadi. Bu parfyumdagi atirgulga bourbon vanili o'ziga xos joziba bag'ishlaydi. Siz buni egningizga ilganingizda ortingizda unutilmas shleyf taraladi. Ushbu ifor o'zining egasiga juda zo'r ishonch bag'ishlaydi. G'alaba sari yetaklaydi. Moddiy barqaror bo'lishga yordam beradi. Ushbu ifor bilan ayollar borgan joyda hurmat qozonadi. Rose Edition kolleksiyasining eng yorqin va eng iliq ifori. Yorqin taassurot qoldirishni istaydiganlar uchun, o'ziga ko'proq ishonch hosil qilishni xohlovchilar uchun va shu bilan birga karizmatik va original qizlar uchun. Qizlarjonlar, Rose Edition kolleksiyasidan qaysi atirgulni tanlagan bo'lardingiz? Albatta video tagidagi kommentariyalarda yozib qoldiring. O'zingizning ideal atirgulingizni tanlab va bu ifor sizni har doim eng baxtli onlaringizda hamrohingiz bo'lsin.